Navbatdagi yangi lestnitsamiz Namangan Toshbuloqda bo'ldi. O'zinamiz aylanizini bo'ladi. O'rtasini aylantirib berdi. Bu yoqda oxirida 1.20 hammomga joy qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Bizdan 2 kunda tayyorlab bitkazdi. Sizning eni 1 metr bo'lgan. 3 dan aylanasi bor. Kimga shunaqa zinalar xizmat kerak bo'lsa, Bek zinalarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu yoq mansar, birinchi etajdan mansar qilib berdi. Tashqarida ham bitta lestnitsa qilganmiz. Oftob tushib qolibdi sal. Buni ham quyib, bugun quydi, ikkitasini tayyorlab. Bu fasad zina yoqdan chiqib, bu yoqdan tushadi. 100 ta stupenka bo'lgan, o'rtada 2 kvadrat plashadkasi bor. Bu ham juda ham cho'tka va chiroyli bo'ldi. Bu yoqda ham ko'rinibdimi? Fasad zina qilib berganmiz. 5 ta stupenka tushadi. Tashqaridan ko'rsataman hozir. Obshi bu yerda 3 ta lestnitsa qilindi. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.